Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlarga qiladigan reklamamiz mana bu bizning tepa-pas qismini sizlarga ko'rsatmoqchiman. Ochib, qani nimadan tikilgan, nimadan bo'lganligi haqida. Bu bizning es rasmiyamiz. Mana bu usti holati. Mana bunday usti holati mana. Yoqasini tikilgani. Ikkita mana bu yengini tikilish holati, oversize holatda osilib turadi, ya'ni oversize deydi. Mana bu holatda tikilgani, usti tagi mana bunday holatda. Mana materiali ko'rasizlar, bu 2 iplik mana bunday holatda. Keyin umumiy ko'rinishi ustini mana bunday holatda. Bu bizni ustki qismimiz. Hozir esa yana ostini ko'rsatamiz. Osti brijamizni tuzilish holati, usti yonida cho'ntagi bilan mana eng osti qismi mana bunday tikilishi, mana bunday holatda. Mana bu korishniy svet. Biz telefonda har xil olinayotgan bo'lishi mumkin, lekin bu korishniy rangda. Mana bunday holatda ustki qismimiz, mana osti qismi bu. Xullas, o'rtoqlar, tikilishiga gap bo'lishi mumkin emas. Yonlari, cho'ntaklari. Mana bu iç tomonining ko'rinishi. Mana bunday holatda, mana cho'ntaklari bilan hammasi bor. Buni bunday qilamiz, bu old tomon bo'ladi. Bu bizning komplektimizning umumiy ko'rinishi mana bunday holatda. Narxi 90 ming so'm deyilyapti bizning ishxonaning o'zida. Optimga olib ketadiganlar bo'lsa 5 mingdan oshiq bor. Optimga olib ketadigan bo'lsa narxini kelishtirib beramiz. Aloqalarimiz, telefon nomerlarimiz ushbu rolik ostida yozilgan. 998 50 34 79 10 Telegram, WhatsApp nomerlarimiz ishlayapti. Allohim savdongizdan barakasini bersin. Sog' bo'lingizda, salomat bo'lingizda. Keyingi roliklarda ko'rishguncha do'stlar.